Ulug'bek bolam, tur o'rningdan saharlik qilib olaylik. Oyi, svetni o'chiring, men tutmayman. Saharlik o'zingiz turavering. Shunda savoblardan quruq qovatsana bolaman. Oyi, to'xtang. Oyijon, saharliklar boshqacha-yu, a? Rasmga oldim onam. Endi buni chiroyli qilib yozib qo'yamiz hozir. Saharlik muborak. Bu shuncha narsani rasmga olib internetingga qo'yishing shartmi bolam? Albatta ona. Bu yolg'on-ku bolam. Ona, odamlar bilmaydi-yu, baribir nima farqi bor. Ham qo'lingiz bilan shirinki bor-u. O'zingiz ham yemaysizmi? Bolam, Ha, uzr ona, ro'zasi tutayotgancha esimdan chiqib ketibdi bor-u. Bu chiroyli ovqatlarni istoriya olish kerak. qancha muhtoj oilalar bor. Kimdir non bilan, quruq suv bilan og'iz ochadi. Sen bularni qo'ysang, ro'zador og'izlarni og'zi ochilib, gunohga botib qolasan bolam. Ayo, ona, xavotir olmang. Buni hali iftorlikdan oldin 5-10 minut oldin tiqaytib qo'yib yuboraman, bo'ldi. Mana hozir kutib o'tiribmiz. Oyi, xolamlarga ayting, kirmay tursin. Bu yerga men iftorlikgacha chidamay yo'q, qornim ochib ketdi bor-u. Voy bolam, ozgina sabr qilsang, birga iftorlik qilardik. Voy janji, voy esingdan chiqib ketdimi? Ichima hali iftorlik bo'lmadi-yu. Xola, Voy, Hazibu, oshxonada nima qilib yuribsan? Papa mana hozir Jihan bilan gaplashyotgandim, bilmasdan fanta ichib yuborganini qarang. Yo'q, Zebo singlim, sen noto'g'ri tushunding. Jiyaning o'zi 15 kundan beri biz bilan sahar turib iftorlik qilib ro'za tutayotgandi. Bugun sal tobi qochib qoldi-da. Abitda shunga og'zini vaqtliroq ochib yubordi. Ertadan yana ro'za tutadi. Bolam, ertalab yana saharlik tutib, turib yana tutamiz ro'zani.